Kechilik uyqusi 6,5 soatga yetmayotgan o'quvchilarniki o'riqlishi bek tez bo'ladi. Bu uyqu deganniki bizning o'riqlishimizga bo'lgan ta'siri bek cho'ng. Mush uyqusi qanmayotgan o'quvchilar qanday qilib o'zimizni qutqizib olamiz? 3 xil usulni so'zlab beray, bir tal yurak berib saqlayman, ha. Oqshimi 6,5 soat uxlamayotgan o'quvchilar agar 1 soat uyquni ortiq qilsak, kunduzi o'zligimiz bilan 270 kaloriyalik yemeklikni oz yeymiz. İştiharımız özlüğümüzden turaklı buludu uykumuz kansa. 270 kaloriye degen gap yarım saat jügeygenge beraber. Demek akşama 1 saat uykunu artık uxlab bersangiz, kunduzi yarım saat jügreptiman deb tushunsangiz bo'ladi. Uningizga bizning badanimizdagi ishtiharimizni turaklı qildigan hormonlarning hammasi kechilik uyqumizda shakllandi. Uyqunuz qanmasa, ertasi sizning o'sha issiqlik energiyasi yuqori bo'lgan, shakar miqdori yuqori bo'lgan yemeklarga bo'lgan intilishingiz bek o'rlab ketadi. İştiha turaksiz bo'ladi, ruhiy kayfiyatning turaksiz bo'ladi, yegan siri to'ymaydigan holat shakllanib oladi. Eng muhimi, kech uxlamayotgan o'quvchilarning qo'sqi ichib ketsa kechida hargiz sog'lom narsa yemaydi. Cho'qimlam axlat yemeklik yeb o'zini qondirdi. Unda xo'sh qanday qilamiz? Shol usulni deb beray, ha. Birinchisi, kechida uyqungiz qanmagan bo'lsa, ertasi qopib atiganlik nashliqni bek balduryavamang. Undan keyin nashliqqa iliqi ximir, non, har xil un, shakar miqdori yuqori bo'lgan manda tatib turing degan narsalarni o'rinlashtirmang. Oqsil miqdori yuqori bo'lgan go'sht, tuxum, ondan yemeklik talas yuqoroq bo'lgan oshliq sekuktatlarni o'rinlashtirsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, uyqungiz qanmayotgan bo'lsa, harakatlarni ig'ir qilmang. Çünkü uyqumu qanmay hareketler pek ig'irib ketsa, badanning bisim hormoni o'rlab ketib, siz texim uxlayamaydigan, uningizga harakatdan xo'shallik topamay, bek charchab ketadigan holat shakllandi. Sizga eng muvofiq harakat bo'lsa, yirik harakatda harakatni ig'ir qilmang degan gap, harakatni faqatli qilmang degan gap emasmi? Masalan, 10 ming qadam atrofida mengib bersangiz, sizga eng muvofiq. Uchinchisi, azroq uxlaydigan kunduzi 20 minutdan yarim soatgacha. Bo'lsa qora qahvadan birini ichib o'tib, ondan 20 minutdan yarim soat uxlab qopsangiz, qahvaning ta'siri uxlab bo'lgandan keyin bo'ladi. Bir kundagi sizning energiya sarfiyatingiz yuqori bo'ladi. Ammo uningdan oshirib etmang, uyquni 1 soat 2 soat uxlab etmang. Bo'lmasa kechda yana uxlay olmay qolasiz. Musha inchik nuqtalarga diqqat qilib bersak, o'zligimiz bilan musha ishtiharimizni turaqliq, ruhiy kayfiyatimiz turaqliq bo'ladi, o'riqlashimizga texim unumli. Bir g'ayrat qiling, ha.